Do'stlar, demak Yandex.Go'dan promo kodini ishlatib qo'yganlar uchun maxsus endi Yandex.Go'dan promo kodni ishlatib bo'ldik, endi boshqa promo kod ishlata olmaymiz deganlar uchun yana promo kod ishlatishimiz mumkin. Buni faqat Uzum Market ilovasi orqali Uzum tezkordan buyurtma qilishligimiz mumkin. Demak, buning uchun Uzum Marketga kiramiz va taom yetkazib berish bo'limini tanlaymiz. Demak, mavjud yerni tanlab oldik va bu yerdan ko'rishligimiz mumkin. Uzum tezkorda o'zi 15, 20, 25 ming so'mlik promo kodlar beryapti. Biz demak 65 ming so'mlik promo kod beramiz. Demak, bu yerda Street 2+1 aksiyasi ketyapti. Bunga bosamiz. Mana bu yerda ko'rishligimiz mumkin. 2+1 aksiyasi nimaga davom etmoqda? Burgerga davom etmoqda ekan. Bundan ikkita tanlaymiz. Ikkitamiz 66 ming bo'ldi. Demak, savatga o'tamiz. Bu yerda bitta burger oldin tanlangan ekan, uni o'chirib tashlaymiz. Demak, xo'p, 66 ming ketdi. Bosamiz. Ha, shu yerdaman. Demak, promo kodlar, hamma narsa bu yerda promo kod degan joyi bor. Undan tashqari Uzum tezkorda do'stlar nasiyaga ham ovqat buyurtma qilsa bo'ladi. Bu talabalar uchun ayni muddao, chunki stipendiya tushishigacha bemalol ovqatlanib turishlari mumkin. Bundan tashqari, agar bu promo kodlarni ishlatib o'tsangiz, o'rtoqlar orqali ham talabalar asosan chetda qishloqdagilar bilan buyurtma qilishligi mumkin do'stlar. Demak, bu yerga promo kod bormi degan joyiga promo kodni qo'shamiz, yangi promo kod qo'shish va promo kodni kiritamiz. Ekraningizda turgan promo kodni kiritsanglar, sizlarga 21 ming so'm chegirma qilib beradi. Bu 3 ta buyurtma uchun amal qiladi do'stlar. Demak, mana ko'rishingiz mumkin, 76 ming edi, 49 ming so'm bo'ldi. Bizda jami bo'lib shunda 21 ming so'm va 3 ta burgerli bo'lib oldik do'stlar.